Assalomu alaykum YouTube va Instagram kuzatuvchilari hamda bizning obunachilarimiz. Xudo xolasa mana tandirdan issiq uzilgan deydimi, nima deydi? Xudo xolasa mana hozir tayyor bo'ldi. Sirazi video obzorini boshlab yubordik. Xudo xolasa Qarshilarda Shenarata 30 okalarimiz buyurtmalari tentli, orqasi ikki yonga ochiladigan darvozali bo'lgan va mana yonlarini kalsiyolaga qilib berganmiz. Balandliklarini aytadigan bo'lsak, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 185 razmerda qilib berilgan. Kabinasidan taxminiy hisobda 80-90 sm chiqib turgan bo'ladi. Tentlarimizni natashkasiga bitta e'tibor qilib qo'yasizlar. Misoli baraban, xudo xolasa har doimgidek koreyskiy 650 grammli tentlardan qilib berganmiz. Orqa tomoniga e'tibor qilib qo'yasizlar. Gabarit o'lchamlarini ko'rsatib turishlik uchun, ya'ni atrijat qilishlik uchun atrijat nakleykalarni va furniturani eng zo'ridan haqiqiy rossiyskiy bo'lgani mana shu bo'ladi. O'zini maxsus kaltlari bor. Yopilish ochilishlari ham juda ham yumshoq bo'ladi. Xudo xolasa ichki tomoniga o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Oldi ikki yoni 6 mm lik, poli 8 mm lik pressovniy faner bo'ladi. Shoflari, burchaklari polni germetika bilan germetizatsiya qilingan bo'ladi akalar. Va ichki tomonni plafon o'rnatishlik uchun sil tashab ketganmiz. Uzoqroqdan ko'rinishlari. Aytgancha darvozasini va patologini ichki qismlari 4 mm lik pressovniy faner qilib berilgan. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolamiz. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar.